Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Aleksey Alekseyevich, Albert Rossiyadan juda muhim savol beryapti. Men aytgan bo'lardimki, ayniqsa slavyanlar uchun bu muhim mavzudir. Bu haqida gapirish kerak. Buni to'g'ri tushunish ko'pchilikka qiyin bo'ladi. Jamoatda odamlar bir-birini xizmatlari uchun maqtash kerakmi? Maqtovga qanday munosabat bo'lish kerak? Xushomad, maqtov va rag'batlantirish orasidagi farq nimada? Jamoat xizmati kontekstida. Demak, qarang, agar biz jamoat qanday tashkil topganda va qanday bo'lishi kerakligiga nazar tashlasak, jamoat hayotning asosiy elementidan biri, insonlarning birlashtiruvchisi, yelimdir. Bu bir-biriga chin yurakdan bo'lgan muhabbatdir. Iso Masih Yuhanno maktubining 10-bobida shunday degan: Agar bir-biringizni sevsangiz, sizlar meni shogirdlarim ekanligingizni hamma shunday bilib oladi. Muhabbat nima? Muhabbat bu sevgan odamingiz uchun yaxshilikni chin qalbidan xohlashdir va biz chin dildan bu xohish haqida gapirsak, bu xohish insonning harakat qilishiga va u sevgan odamiga yordam berishga undaydi. Kalom bizga shu muhabbatni qanday ifoda etish mumkinligini ko'rsatadi. Men bir matnni esladim. Rimliklarga maktubi 12-bobida 10-oyatida shunday yozilgan: Bir-biringizni birodarlarcha chuqur muhabbat bilan yaxshi ko'ring. Bu muhabbatni his-tuyg'ular orqali ifodalashdir. Lekin bu shunchaki sevgi emas. Qachonki inson sevsa, lekin qattiqqo'l bo'lsa, yo'q, bu mehribonlik, samimiylik va munosabatlarda bir-birini qadrlash orqali ifodalanadi. Men bu insonni qadrlayman. Men uning xizmatini e'tiborga olaman. Endi agar biz aniq bir xizmat haqida gapiradigan bo'lsak, bu juda muhim. Biz yaxshi ishlarni rag'batlantirishimiz kerak. Qanday qilib rag'batlantirishimiz mumkin? Agar biror kishi yaxshi ish qilsa, unga rahmat ayting yoki uni xizmatda ruhlantiring. Kalom bizga bir-biringizni muhabbat va yaxshi amallar sari rag'batlantiring deb amr beradi. Buni qanday amalga oshiramiz? Biz odamlarga sening qilgan ishing juda muhim, bu orqali Rabbimiz ulug'lanyapti. Mana shunday qilib biz bir-birimizni rag'batlantiramiz. Endi e'tibor bering. Rag'batlantirish va maqtov o'rtasidagi farq nima? Maqtov bu faqat insonni o'ziga qaratilgan. Rag'batlantirish bu Rabbimiz inson orqali nima qilayotganiga qaratilgan. Rag'batlantirish insonga o'zining Xudoning xizmatlaridagi asbob sifatida his qilishga yordam beradi. Xushomad esa boshqacha. Bu birovdan nimadir kutish uchun uni maqtovlarga yondirish. Masalan, birovni maqtaysiz, chunki u sizga javoban yaxshilik qiladi deb umid qilasiz. Men bu 3 tushunchani shunday ajratgan bo'lardim. Xushomad mutlaqo yomon. Bu gunohli ish. Bu xushomad qilgan insonni ham, shu xushomadni eshitgan inson ham barbod qiladi. Maqtov faqat odamning o'zini ko'zlab qilinadi va Xudoning rolini unutgan holda aytiladi. Lekin ba'zi holatlarda maqtov xavfsiz bo'lishi mumkin. Hatto undan tarbiyaviy jihatlar ham bo'lishi mumkin. Rag'batlantirish mana shu bizning majburiyatimiz. Masalan, bizga xatlar yoziladi, izohlar qoldiriladi. Hatto shu videolar ostida birodarlar, sizlar qilgan ish bizga yordam bermoqda deb yozadilar. Bu biz uchun rag'batlantirish bo'ladi, chunki biz qilgan ish behuda emasligini ko'ramiz. Men minbarda turib va'zlik qilganimda odamlarning diqqat bilan eshitishlari meni ruhlantiradi. Demak, men aytayotgan so'zlar odamga kerak. Shuning uchun biz bir-birimizni rag'batlantirishimiz kerak va shu savolga javob beradigan bo'lsak, rag'batlantirish va ruhlantirish jamoat hayotining juda muhim qismi hisoblanadi. Agar kimdir bunga e'tibor bermasa, u jamoat a'zolarini muhim bir jihatdan mahrum qiladi. Juda yaxshi, Aleksey, katta rahmat. Aziz do'stlar, sizlarga katta rahmat. Albert,
Savolingiz uchun tashakkur. Umid qilamizki, Rabbimiz sizga aniq javob berdi. Xudo siz orqali atrofingizdagi xizmatchilarni ruhlantirsin. Bugunga shu azizlarim. Rabbimiz sizlarni asrasin.